Nihoyat Chirikatova armiya muzeyini hududiga kirdik. Qiyin bo'ldi. Hududga kirish uchun elektron bilet sotib olishingiz kerak. Har bir bilet 240 yuan, $20 atrofida bo'ladi. Mana nihoyat o'sha bilet. Muzeyga kirish joyi, to'g'ri? Tsinshundinning Sopol armiyasi eramizdan avvalgi 3-asrda qurilgan, ya'ni Tsinshundin birinchi Sianni birlashtirgan imperator, Xitoy imperatori hisoblanadi. Mana shu Xitoy imperatori taxtga o'tirgandan keyin 1 yildan keyin o'zini maqbarasini qurib boshlagan. Maqbarani kattaligi perimetrda 6 kilometr hisoblanadi va o'sha paytda Sopol armiyasini yasashga kirishgan. Bu yerda 8100 ta Sopol haykallar bor. Bu yerda ham odamlarning haykallari, ham otlarning haykallari bor. Odamlarning haykallarini boshqa joydan yasab olib kelishgan. Otlar og'ir bo'lgani uchun 300 kilogramgacha bo'lganligi uchun bu yerda o'zida yasab, uni pishirib, uni turli xil bo'yoqlar bilan bo'yashgan. Afsuski, eramizdan avvalgi 3000-yil bo'lganligi uchun hozirgacha ko'p bo'yoqlar o'chib ketgan. 1979-yilda mana shu armiya topilgan. Bu yerdagi fermerlar, aka-ukalar quduq qaziyotganda o'sha Tsinshundinning asosiy qabridan 1,5 kilometr uzoqlikdagi joyda topishgan va birinchi mana shu Sopol armiya qoldiqlarini topishgan. O'shandan keyin 1980-yillardan boshlab bu yerda qazish ishlari boshlangan. Eng achinarlisi, o'sha Tsinshundin o'zi bilan 48 ta tirik kanizagini ham ko'mishga amr qilgan. Berdi rasman. Ancestors to yes, because so he find water to dig a well. So when he dig 3 meters, he find the rest of the soil. He continue to dig. He find the figure of the water. And very amazing.